Agar tirnoqdagi zamburug' bilan kurashayotgan bo'lsangiz, bu oddiy, ammo kuchli tabiiy yechim sizga yordam berishi mumkin. Bu retseptni saqlab qo'ying, yo'qotib qo'ymang. Pinchoq tayyorlash usuli. 3 dona yangi sarimsoqni maydalang yoki ezib idishga soling. Sarimsoqda allitsin degan kuchli zamburug'iga qarshi birikma bor. U zamburug' hujayralarining o'sishini to'xtatadi va infeksiyaning tarqalishini oldini oladi. Sarimsoq nafaqat mavjud zamburug'ni yo'q qiladi, balki u qayta paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan muhit yaratadi. 1 osh qoshiq soda qo'shing. Soda tirnoqlarni quruq tutadi va zamburug' yashay olmaydigan muhit hosil qiladi. 3 osh qoshiq olma sirkasi qo'shing. Olma sirkasi zamburug' sporalarini yo'q qiladi va tirnoqning tabiiy muvozanatini tikkanlaydi. Pinchoq tayyor bo'lgan aralashmani to'g'ridan-to'g'ri zararlangan tirnoqqa surting, 15 daqiqa kuting, so'ng yuvib tashlang. Agar siz ko'proq tabiiy retseptlarni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling. Xush kelibsiz.